Bu medavik boshqalarga aslo o'xshamaydi. Korjlari yong'oqli, kremi nafis. Vaqt o'tgan sari yumshab boraveradi. 6 ta tuxum, 1,5 piyola shakarni yaxshilab aralashtirib olib qo'yasiz. Asalni soda bilan kuydirib shu rangga keltiring. Gazni o'chirib xona haroratidagi saryog'ni qo'shing. Tuxum va shakarli massaga avvaliga soda va uksusni qo'shib, keyin esa asalni qo'shasiz. Oz-ozdan qo'shib aralashtirsangiz, bir tekis massa hosil bo'ladi. Elangan unga tozalangan yong'oqni solib aralashtirib, massamizga qo'shasiz. Un me'yordan oshishi xamir qotib ketishiga sabab bo'ladi. Bu medavikni bitta katta listda 4 qavat qilib pishirsangiz bemalol bo'ladi. Ahamiyat qiling, xamirni unlab emas, qo'limni yog'lab yoydim. 2 osh qoshiq un, 200 gram shakar yaxshilab aralashtirib, 250 mg sut solib bitta tuxum chaqasiz. Pastroq olovda tinimsiz aralashtiring, qaynashi bilan o'chiring. Sariyog' va sug'ushonqali kremga oz-ozdan solib mikser qilib, aynan shu holatda krem qilasiz. Tayyor bo'lgan korjlarimizga birin-ketin surib olamiz. Istasangiz listda, xohlasangiz qolipda 4 holatida pishirishingiz mumkin. Kelayotgan Ramazonda oilangiz davrasida maza qilib iste'mol qilasiz.